tekshirib qo'yasizlar bor. Mana akamlar Nuroniylar jamg'armasining raisi tuman hokimiyatidan vakil bo'lib kelganlar. Ana endi nima gap so'zingiz bo'lsa, nima iltimosingiz bo'lsa, mana akamjonimdan so'rayverasiz. Menga qarang. Mavlonni bolalari kelsin. Kamli kaki bo'lsa o'zlari to'g'rilashadi. Rahmatlik Mavlonjonim ham ehtiyotkor odam edi. Kafanligini ham qamrab qo'ygan bo'lsa kerak. To'g'rimi Mavlonjonim? O'rganib qo'yganman-da. O'rganib qo'ydim. Otaxon, siz to'g'ri tushunmayapsiz. Otaning o'g'illari Sulton Mavlon ertalab Kattabo'ga qo'ng'iroq qilganlar. Kattabo'g o'z navbatda meni chaqirib, viloyat miqyosidagi rahbar xodimning otasini o'lishi. Hasil gap emas. Bu tadbirga, barakaga, katta tadbir deb qarang. Tadbirni ushloqlik bilan o'tkazing deb shaxsan menga buyruq berdilar. Men javobgar shaxsman. Menga qarang uka, tadbir bo'lsa tadbirdir. Urf-odatimizni qilamiz, o'likni yuvamiz, kafanlaymiz, janoza o'qiymiz, oborib ko'mib kelamiz. Tadbiring shudir. Voy, siz bu tadbirga bunday sovuqqa qaramang. Bu tadbirga qo'shni viloyatlardan, tumanlardan kazo rahbarlar tashrif buyurishadi. Ulardan o'z hurmatiga yarasha, obro'ga yarasha kutib olish, kuzatib qo'yish mana meni bo'ynimda. To'g'ri. Mana siz hammani ushbu tadbirga safarbar qiling. Ayniqsa maktab bolalarini esdan chiqmasin. Gullar gulchambarlar. Tadbir bo'yicha fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa marhamat. Aytinglar, gaplashamiz, kelishamiz. Hayırda o'zingiz tajribali insonsiz. Nima fikr bo'lsa, nima mulohaza bo'lsa, o'zingizdan deyiladi.